Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugun sizlarga korporatsiyamizning eng kichik paketlarini oladigan kunlik daromadlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bizning korporatsiyamizda eng kichik paketimiz 1.140.000 so'mdan boshlanadi. Bu bronza paketi deb nomlanadi va bizda 55 PV hisoblanadi. Bu bronza paketimizga 3.200.000 so'm voucher puli tashlab beriladi. Bu ya'ni 50% da skidkada mahsulotlarni olish imkoniyatini beradi. Endi bu paketimizning olinadigan kunlik daromadini tushuntirib o'taman. Mana bu yerga siz bronza paketiga yozildingiz va qo'lingizdan ikkita insonni ham bronza paketida yozdirgan paytingizda sizga qanaqa kunlik daromad tushishini aytib o'taman. Bizda o'zi 3 ta kunlik daromad turimiz bor. Birinchisi liniya daromad turi deyiladi. Ya'ni siz ikkita inson taklif qilgan joyingizda mana birinchi liniyangiz yopilgan hisoblanadi. Bizda bronza paketimizning liniya daromad turidan 159.600 so'm mablag' tushadi kabinetimizga. Ikkinchi daromad turi binar daromad turi hisoblanadi. B2 narpul degani, ya'ni bu mana o'rtadan chizib qo'yganman, ikki tomoningizdan juftlik hosil bo'lganda tushadigan daromad turimiz hisoblanadi. Bunda sizga bronza paketidaligingiz uchun 27.400 so'm mablag' tushadi ID kartangizga. Uchinchi kunlik daromadimiz shaxsiy taklif deb nomlanadi. Bu nima degani? Bu ikkita insonni o'zingiz taklif qilib yozdirgan bo'lsangiz, shaxsiy taklifini o'zingizga deb belgilatgan bo'lsangiz, shunda tushadigan daromad turi bu. Har bir shaxsiy taklif uchun 27.400 so'mdan pul mablag'i tushirib beriladi. Siz agar bu ikkita insonni ikkalasini ham o'zingiz taklif qilgan bo'lsangiz, bu summani 2 ga ko'paytiramizda va 54.800 so'm hosil bo'ladi. Endi shu joyda siz bronza paketiga yozilib, ikkita insonni ham bronza paketiga yozdirgan paytingizda sizga umumiy hisobda 241.800 so'm ID kartangizga tushirib beriladi.